Mana bugungi videorolikimiz kuryerlik. Moskvada kuryer bo'lib qancha bir oyda topsa bo'ladi va shu haqda bo'ladi. Mana bugun bizning yaqin uyimizga yaqin joydan bir skladdan video olishga qaror qildik. Mana bugungi skladimiz Azon Fresh. Assalomu alaykum qadrli YouTube kanalimiz a'zolari. Mana bugungi video roligimiz Azon Fresh skladdan bo'ladi. Sizlarning talab va isteklaringga binoan ko'plab kommentariyalarga, savollarga bugun o'zimiz живой javob olamiz. Mana bugun nochnoy smena bo'lganligi sabab ikkita kuryerimiz ishlamoqda. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. O'zingiz yaxshimisiz aka? Sizdan bir ikki og'iz suhbatingizni olmoqchimiz. Bugungi video roligimiz Rossiyada, ya'ni Moskvada bir kunda qancha pul ishlab topsa bo'ladi va kuryerlik sohasida qanaqa dokumentlar kerak, nimalarga e'tibor berish kerak. Juda ham ko'p hamyurtlarimiz savol va takliflari kelgan. Birinchi savolimiz aka sizga. Kuryerlikda hozir mana yoz kunlar isib ketdi. Bir kunda hozir qancha pul ishlab topsa bo'ladi? Hozir kunda bizda zakaz kam qoldi qishga nisbatan. Zakaz soniga, zakaz donasiga 170 rubldan beradi. Minimalga chasovoy to'lamaydi pul. Soatiga faqat zakazga ishlaydi, a? Bizda zakazga. Bir olib ketishga 4 ta 5 zakaz olib ketamiz. 30 TL beradi. Agar uzoqqa ketayotgan bo'lsak, buramiz admin oldiga uzoq ketyapman, zakaz qo'shib etsak, yana qo'shib beradi. Ikkita, uchta qo'shib olib ketsa bo'ladi. Maksimum nechta zakazgacha olib ketsa bo'ladi? Minimalni 2 ta 3 ta olib ketamiz, maksimalni 7 ta 8 tagacha qo'shib olib ketamiz. 7 ta 8 tagacha. Aka, ikkinchi savolimiz sizga, mana shu 170, 160, 150 summadan bir kunda o'rtacha dohodingiz bo'ladi o'zingizni. Mana shu o'rtacha dohodingiz bir kunlik ishlab topgan pulingiz, yana dastavkada sal ko'proq ishlash kerak. 12-14 soatda qancha pul ishlab topasiz aka? Sof ishlab topganimiz shunday bo'ladiki, qilgan zakazimiz masalan 40 ta bo'lsa, shuni 170 ni ko'paytiramiz-da. Eng kami 40 ta zakaz bo'ladi. 6000, 7000 bor. Bir oyda hisob. Bahor kuni shunday bo'ladi. Bahor. Bunda bo'lsa bir oyda ish qilib 200 mingdan yuqori ishlab topsa bo'ladi kuryerlik qilib. Yana qo'shimcha bizga qancha zakaz ko'p qilsak, shuncha ball beradi. Produktlar o'zimizga ichimlik suvlarimiz. Tekin bo'lib qoladi keyin. Sizlarga o'sha Azon skladdan o'sha besplatni, qancha zakaz ko'p qilaversak, bizga ball yig'iladi. O'sha ballimizdan keyin o'zimiz ketani sotib olamiz. Suv sotib olamiz. Aka, masalan, hozir biz nomer qoldiramiz pastda. Mana shu nomer orqali bog'lansa, masalan, o'zingiz yangi kelgan kuryerlarga, ish topa olmagan, masalan, ish kerak bo'lgan insonlarga siz o'zingiz qo'l yordamingizni cho'zasizmi? Cho'zamiz. Masalan, yangi kelganga baribir tushunmaydi-yu. Boshi oformana qilishga yordam beramiz. Keyin bir kun bizlar bilan yuradi. Zakaz qanday bo'ladi, qanday topshiradi, klientga bo'lgan payti nima qiladi. Qo'lni programma o'rgatamiz, rayonlar o'rgatamiz. Skladimiz tomonidan veli beriladi. Velosiped. Bu forma ham tekin berilgan sizlarga o'shanda? Ichki forma, yana yoz formalar. Hozir kun kechqurun sog'ligi uchun qo'yganmiz. Rahmat aka, ma'lumot uchun sizlardan kattakon rahmat. Nasib bo'lsa mana shu qo'yamiz. Kommentariyaga o'sha nomerlarni hammani zapisaniga qoldiramiz. Inshaalloh hamyurtlarimiz bog'lanishadi. Masalan, kimgadir bizning video roligimiz manfaatli bo'lsa, biz xursand bo'lamiz aka. Masalan, bu yer musofir yur. Kimdadir qanaqadir yordam bo'laman, siz orqali kimdir yo uy yo mashina yo to'y qilsa, shuncha sizga yaxshi bo'ladi aka. Shundoq. Insonni yaxshilab qoladi faqat. Shunaqa aka. Dastlabki sohasiga qiziqayotganlar bo'lsa, aloqalashsalar. Bemalol o'ziz bizga vakansiya bor skladimizga. Bo'lsa, yordam qo'lini cho'zasizlar. Akajon, sizga kattakon rahmat. Alloh rozi bo'lsin sizdan. Assalomu alaykum. Sizlar bilan ko'rishib ketay aka. Yaxshimisiz? Malades. Qadrli obunachilar, mana bugungi video roligimiz tugadi. Kimdadir qanaqa savol va takliflar bo'lsa, yana chiqinglar. Keyingi videomiz qanaqa skladdan va qanaqa soha kuryerdan bo'lishini videoni kommentariyasiga qoldiring. Rahmat.